Atmosfera karanlığı вообще havası taze ekan. Qo'shko'pirda bir chetimamiz Oboddan yerinde Qo'shko'pirni qurugundan bir 25 km ichana gidib qushlarni seyrab turganlarni eshitib Вообще zo'r ekan. Havas pasada bo'lsa hammaga assalomu alaykum. Biz Qo'shko'pirga keldik. Bu imoratimiz paxsa devordan bo'lgan. Imoratimizni 4 tarafına uğradı. Klientimiz 155 kvadrat mahsulot zakaz etdi. Sokalamba 40 kvadrata yakın sokalamba. Aytib o'taman, 3-chi termopanelimiz narxi 100 ming so'm edi. Hozir aksiyada klientlar bilan berib turganimiz uchun 86.500 so'mdan tushib turibdi. 1 kvadrati 3 cm penoplast, 1 cm toshdan. 3-chi termopanel 86.500 so'mdan 30-dekabrdan bo'ladi. Barcha narsalarimiz, yana hamma narsa sokalan berdik. Sokalni даже krishkalardan berdik. Antimoroz, lak, zatirka barcha mahsulotlari bilan yetkazib, etkirib berdik yana. 30-dekabrdan uspet etganlar, xudo xolasa, keyingi bahorda zattirsangiz ham zattiraverasizlar. Bunday aksiya tez-tez bo'lmaydi bizda, bilasizlar. 86.500 so'mdan 1 kvadrati termopanel.